Bemorimizda bir kunning o'zida mana septokonxoplastika operatsiyasini o'tkazganmiz. Bitta lampada oling. Lampa. Ko'rishingiz mumkin. Mana idealniy bitishlari zo'r. Halqumgacha ochilgan. Lampa. Operatsiyadan keyingi natijamiz mana xudo xolisa. Bitta lampa. Lampa. Ikki tomoni ham idealniy xudo xolisa. Nafas olishda muammolari bo'lmaydi bemorga. Assalomu alaykum hammaga. Bir hafta oldin burunda travma bor edi, yoshligimda singan. Bobur akaga murojaat qildim. Bobur aka septokonxoplastika operatsiyasini qildi. Operatsiya juda muvaffaqiyatli o'tdi. Hammasi juda yaxshi. Kim kela olmay yurgan bo'lsa yoki narkozdan qo'rqayotgan bo'lsa, men ham boshida narkozdan qo'rqardim. Hammasi yaxshi o'tdi. Sog'liqqa yetadigani yo'q. Baribir birinchi o'rinda sog'liq. Kim qo'rqib yurgan bo'lsa, kelinglar, davolaninglar, mazza qilib nafas olinglar. Bemorimizni bir hafta oldin septokonxoplastika operatsiya o'tkazdik. Xudo xolisa hozir mana sprintlarni yechib tashladik. Bu yoqga nafas olishda muammolari bo'lmaydi, mazza qilib nafas olib yuraveradi. Kimda agar nafas olish shikoyati bo'ladigan bo'lsa, muammolar bo'lsa, kelinglar, qo'limizdan kelguncha to'g'rilab beramiz, xudo xolisa.